Barchamizga assalomu alaykum. Jim BCM DPS arxiv kreditori BCM moduliga hozir fayl tayyorlashni o'rgataman. Qanaqa ishlaydi, nima qiladi? Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bizga log fayl kerak bo'ladi. Log faylni qanday qilib olish mumkin? Ikki xil yo'li bor. Birinchisi, mashinaga ulab turib, to'g'ridan to'g'ri eku podbor deb buni bosib, skematik bo'lsa skematik tanlab turib, продолжить qilsak, to'g'ridan to'g'ri mana bu oynaga chiqarib beradi. Ikkinchi varianti, DPS ga kiramiz, get info degan joyini bosamiz. Mana bu yerga 40 adres qo'yamiz. OK, red info qilsak chiqadi. Mana bu yerda daniylar chiqadi. BCM nomerlari. Mana bu pastda BCM nomerlari chiqqandan keyin knopka ishlaydi. Saqlayn text buni bosamiz. Bosib turib kerakli joyga saqlayn qilganimizda mana bunaqa fayl tayyorlanadi. Mana log fayl deydi. Mana buni ichini ochib ham ko'rsataman. Mana BCM modullari bilan nomerlari bilan bo'ladi. Win nomerlari. Xullas mana shunaqa log fayl kerak bo'ladi. Log fayl ochamiz. Mana eku podbor qilganimizda ham, log fayli ochganimizda ham xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Birinchi biz qiladigan ishimiz mana bu yerga naзвание arxivga arxivi nomini qo'ya olamiz. Bunaqa holatda odatda men mashina nomerini qo'yaman. Masalan, deylik R4 Cobalt qiladigan ishlari avtozapis qo'shiladi. multi rol qo'shiladi и cruise control qo'shiladi. Xohlovchilar dvornik qo'shsa ham bo'ladi. Mana dvornik. Xo'p, mana endi pastdan o'sha funksiyalarni qo'shamiz. Mana cruise control, timer steklachistitlar o'sha dvornik bo'ladi. Bu Malibu nimani steklachistitlar qo'yilganda regulirovka qilishga Cobalt o'zida bo'lmaydi. O'sha regulirovkasi ishlashi uchun bu funksiya kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi deho o'chirish yoki yoqish. O'zi zavodskoy bo'lsa, bu tomonlarga tegilmaydi. Agar переделка qilinayotgan bo'lsa, buni o'chirish yoki yoqish mumkin bo'ladi. Protvotumaniya ham shunaqa. Bu zavodskoy holatlarda kerak bo'lmaganligi uchun biz faqat zavodskoyda ishlatiladigan narsalarni ishlatamiz hozir. Cruise control masalan, ko'proq multi rol avtozapiska bossak, mana bu yerda 2017 dan boshlab to 25 gacha so'raydi. Закрытый knopkadanmi yoki bagajnik knopkasidanmi deb. Biz tanlaymiz. Bagajnik o'zi ko'proq bagajnikka qilinadi. Mabodo bagajnik knopkada muammosi bo'lsa, keyin закрытый knopkaga qilsa bo'ladi, qulflash knopkasiga. Bagajnikka bosamiz, OK qilamiz. Mana bizning faylimiz tayyor. Endi faylni qayerga saqlayn qilish, mana создать arxiv degan joy chiqdi. Bu yerda faylni qaysi papkaga kerak bo'lsa tanlab turib, vibrate papka qilsak, mana avtomatik yasab beradi. Mana endi o'sha papkamizga kirib ko'rsak, ko'rinadi. Hozir men ko'rsataman. Tak, mana R4 biz mana bu yerda yozgan narsa chiqdi. R4 Auto Multi Cruise dvornik. Xuddi shu yozuv bilan chiqdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham oddiy, juda ham удобный. Просто ko'pchilik videosi yo'qmi deb so'rayapti, o'shanga qildim. Bu o'zi aslida eski proyekt. Bu qilinganiga 2-3 yil bo'lgan. Qarasam, haqiqatda videosi yo'q ekan, qilib qo'ydim. Xo'p, bu BCM moduli. Bu yerda endi DPS bor, bu ko'pchilikka kerak emas, 90% odamga kerak emas. Mabodo keraklar. So'raysizlar, keyin tushuntiraman nimaligini. Bu nimadan cache fayldan открыть turib cache fayl tanlansa, DPS uchun arxiv tayyorlab beradi. Motor, korobka, BCM shunaqalar. Ular shu menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda keyingisi mana yerda OpenBin, ya'ni terminalda ishlanib qilingan BCM bo'lsa ham bundan qilsa bo'ladi, tanlab turib xuddi shu ishlarni qilsa bo'ladi. Bizga hozir основной 90% odam DPS ishlatadi. O'shanga bu qulayroq, o'shini ko'rsatdim.
E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprog.uz'ni kuzatishda davom etinglar.